Beşinci bab. Padişah Bilşazlar zamanında u 1000 nefer amaldorlarını yig'ib, cho'ng ziyofat berdi ve ular bilan birga sharob ichdi. Bilşazlar kayıp bo'lgandan keyin u ajdodi Nebukadnezar Yerusalimdagi ibodatxonadan o'lja olgan oltin, kumush qadahlarni ilib kelishini buyurdi. U ayollari, to'qallari va amaldorlari bilan bu qadahlarda sharob ichishmoqchi bo'lishdi. Shuning bilan ular Yerusalimdagi ibodatxonadan o'lja ilingan oltin, kumush qadahlarni ilib keldi. Padişah ayollari, to'qallari va amaldorlari bilan sharob ichishdi. Ular sharob ichishayotganda oltin, kumush, tuch, to'mir, yog'och va toshlardan yasalgan butlarni matiyalashdi. Shu chog'da tuyuqsiz bir odam qo'li paydo bo'lib, o'rdidagi chiroqning nuri tushgan haqlangan tomga xat yozishga boshladi. Padişah xat yozayotgan qo'lni ko'rib, vujudini qo'rqinch bosdi. Chiroyi totirib, putlari holsizlanib, tizlari titrashga boshladi. Padişah varqirab, falchilarni, baxshilarni va munajjimlarni chaqirtib keldi. U Babilning hukmdorlariga mundoq dedi: Kimki bu xatlarni o'qib, ma'nosini yechib beralsa, uningga so'sin ranglik shahona to'n kiydirilib, bo'yniga oltin zanjir taqilib, podshohlikning 3-chi cho'ng amaldori qilinadi. Shuning bilan podshohning barliq hukmdorlari keldi. Ularning hech qaysisi bu xatlarni o'qib, ma'nosini yechib berolmadi. Podshoh Bilşazlar texmu qo'rqib, yuzlarida qon qolmadi. Amaldorlari nima qilishni bilmay qoldi. Xonning onasi podshoh va uning amaldorlarining varang churingni anglab, ziyofat zaliga kirdi. U podshohga mundoq dedi: Podshoh oliylari, mangu yashag'ayla, qo'rqib, rangilari o'ngib ketmasin. Podshohliklarida bir odam bor. Uningda muqaddas ilohlarning ruhi bor. Bo'vlari Nebukadnezar hayot chig'ida bu odamni aql farosatlik, ilohlardek dono deb biladi. Bo'vlari uni sehrgarlar, falchilar, baxshilar va munajjimlarning beshi qilib tayinlagan edi. Bu odamning ismi Daniel bo'lib, bo'vlari uningga Bilşazlar deb ism qo'ygan edi. Uningda alohida aql va ilm hikmat bor edi. U tushga ta'bir beralaydi, sirlarni ochalaydi va qiyin masalalarni yeshalaydi. Uni chaqirib kelinglar. U cho'qim bu xatlarning ma'nosini yechib beralaydi. Shuning bilan podshoh Danielni huzuriga chaqirtib keldi. Podshoh uningga: Sen shoh bovam Yahudiya zeminidan asirga elib kelganlar ichidagi Daniel bo'lamsan? Anglasam, senda ilohlarning ruhi bor ekan. Intoyin aql farosatlik, dono ekansan. Men bu xatlarni o'qib, ma'nosini yeshish uchun hukmdorlar va palchilarni oldimga hozir qilgan edim. Ammo ular hech nima deyolmadi. Men sening tushga ta'bir beralaydiganligingni va qiyin masalalarni yeshalaydiganligingni angladim. Agar sen bugun bu xatlarni o'qib, uning ma'nosini menga yechib beralsang, sana so'sin ranglik shahona to'n kiydirib, bo'yningga oltin zanjir taqab, podshohlikning 3-chi cho'ng amaldori qilaman, dedi. Ammo Daniel podshohga mundoq dedi: Sovg'ilari va inomlari o'zlarida qolsin, yoki boshqalarga bersizlar. Men sizlarga xatlarni o'qib, ma'nosini yechib beray. Podshoh oliylari, ulug' Xudo bo'vlari Nebukadnezarni podshoh qilib, uningga
shon sharaf va ulug'liqni bergan edi. Xudo uningga bergan ulug'liq shunchalik yuksak ediki, hamma xalq, hamma millat va har xil tilda so'zlashadiganlar uningdan shundoq qo'rqib, titrab turadi. Uning kimni o'ltirgisi kelsa, shuni o'ltiradi. Kimni hayot qoldirgisi kelsa, shuni hayot qoldiradi. Kimni azizligisi kelsa, shuni aziz qiladi. Kimni xor qilgisi kelsa, shuni xor qiladi. Ammo u hakovur, johil edi. Shunga u taxt va ulug'liqdan mahrum qilindi. U insonlar orasidan qo'g'linib, hayvonlarcha tafakkur qiladigan bo'ldi. Yovvoyi eshaklar bilan birga yashidi. Koluga o'xshash o't cho'plarni yedi. Teni shabnamlarda ho'l bo'ldi. U oxirida bütün dünyadaki podshohliklarning hukmronining ulug' Xudo ekanligini, Xudoning podshohliklarga o'zi xolgan odamni tayinlaydiganligini tonib yetdi. Ey podshoh Belshazzar, sizlar uning avlodi. Sizlar garchi bu ishlarning hammasini bilsizlarmi, ammo o'zlarini bilolmadilar. Sizlar hakovurlashib, arishdagi egimizga qarshi ish qildilar. Uning ibodatxonasidagi qadahlarni elib kelib, ayollari, to'qallari va amaldorlari bilan birga bu qadahlarda sharob ichdilar. Sizlar yana hech nimani ko'rolmaydigan, anglayolmaydigan, hech nimani bilmaydigan oltin, kumush, tuch, tömür, yog'och va toshlardan yasalgan butlarni mati yerledilar. Ammo sizlarga hayot berguvchi va hayot yo'llarini belgilaguvchi Xudoni ulug'lamadilar. Shuning uchun Xudo qo'l avatib tomga xat yozdirdi. Tomga son, ig'irlik, bo'lish deb yozilgandir. Bu so'zlarning ma'nosi tövendikichidir. Son, podshohliklarining oxirlashadigan kunining sanoqliqla qolganligini, ig'irlik, tarozida tortilib bo'lganliklarini, nesivilarining yetarlik emasligini, bo'lish, podshohliklarining medialiklar bilan pershariklarga bo'linib berildiganligini ko'rsatdi. Shuning bilan Belshazzar parvon tushirib, Danyalga so'zin ranglik shahonet ton kiydirdi. Uningga oltin zanjir taqab, podshohlikning 3-chi cho'ng amaldorligini berdi. Dal shu kuni kechida Babulning podshohi Belshazzar o'ldirildi. Medialik Darius uning podshohligini tortib oldi. Shu chaqda Darius 62 yoshlarda idi.